Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda counter dan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Bu counter aynan nima uchun ishlatiladi? Siz ko'plab masalan shopping saytlariga kiradigan bo'lsangiz, bitta mahsulotni soni, misol uchun ustidan belgilasa, siz qancha mahsulot olasiz degan ma'noda ular uchun korзинаga tushadi. Korзинаning ichidan olib, o'sha yerda agar sizga bitta emas, bir nechta kerak bo'lsa, o'sha har bir rasm ustiga borib 3-4 marta bosish shart bo'lmaydi. O'sha kerakligiga qarab o'sha joydan mahsulot qo'shishingiz, kerak emasiga qarab mahsulotni ayirib tashlashingiz mumkin. Ya'ni 0 gacha olishi mumkin yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bu asosan shu joylarda yaxshi ishlatiladi. Biron mahsulotni ko'p, misol uchun bitta bosgan vaqtingizda rasmni ustiga korзинаga tashlaydi. O'sha joyda korзинада uni qancha nechta kerak bo'lsa, o'shancha plyusni bosgan holatda ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtma shunga qarab beriladi. Agarda hech bir kerak bo'lmaydigan bo'lsa, ularni hamma qiymatini 0 qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, ular masalan bitta ortiqcha berib olgan bo'lishingiz mumkin. 3 ta kerak, faqat 3 ta bo'lsa, 4 marta bosib 4 ta qilib olgan bo'lishingiz mumkin. Bitta kamaytirib qo'yib, o'sha 3 tasiga buyurtma berishingiz kerak bo'ladi. Endi xuddi shunga o'xshagan, lekin aslida juda ham ko'p joylarda ishlatish mumkin bu xususiyatni. Misol uchun, audio playerlarda ovozni kuchaytirish uchun yoki pasaytirish uchun ham ishlatishingiz mumkin bunaqa xususiyatlarni. Ularni ham albatta real loyihalar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi loyihamizda shuni basic darajada ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bir kun davomida shu video chiqmay qoldi oralikda. Sababi kompyuterimda bo'lgan texnik sabablar bilan bo'lib qoldi. Xo'p, keling kodlarimizni ko'rib olamiz. Birinchi navbatda e'tibor bering, mana decrement degani mana bu minus pattern, increment mana bu plus pattern va mana bu reset pattern. Ya'ni reset degani nima? O'sha qiymatimizni 0 ga qaytaradi. Nechida turgan bo'lishidan qat'iy nazar qiymatni 0 ga tenglaydi. Bu degani o'sha default holatga qaytish kerak degani bo'ladi. Xo'p, keling. Endi tepadagi bu ranglar nima uchun, rang kodlari, hex kodlari nimaga desanglar, hozir oxirroqda ko'rib o'tamiz. Bunga e'tibor bermay turinglar hozircha. Keling, birinchi navbatda ulab olamiz. Xohlagan usulda ulang, xohlagan query selector qilib oling. Mana bunga ulanib turib, ya'ni p qilib, keyin for each bilan aylantirishga to'g'ri keladi. Va xo'p, keyingi ishimiz biz har birini ulab olishimiz kerak. Buning uchun document query selector o'z nomlari bor. Document konstanta const. Birinchi navbatda keling increment ulab olamiz. Increment. Nomni ham monand qilib ulayapman. Xohlagan nom bering. I deb ketsangiz ham muammo bo'lmaydi. Query selector. Klassga murojaat qilaman. Mana increment degan klassimiz bor. Shuning uchun oldiga nuqta qo'yib, keyin yozishim kerak bo'ladi va bir necha borda bitta extension o'rnatib olmasam, to'g'risi JetBrains ideya bilan ishlaganim uchun qo'lim shunga o'rganib qolgan xususiyatlarga. Ctrl D ni bossak endi ko'paytiradi. Ana 3 ta bo'ldi, duplikat qilib beradi. Faqat mana bu joylarni o'zgartiraman. Decrement va reset aytib o'tgandek 0 ga qaytarish uchun mana bu yoqdagi klasslarimizni ulab oldik. Xo'p. Endigi vazifamiz, keling, counterimizni xususiyatlarini bu yoqqa sozlab olamiz. Ya'ni bularni chaqirganda, ya'ni bularga teginish sodir bo'lganda ularni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda increment add event listener. Bu holatda click, ya'ni ustidan bosilgan vaqtda funksiya chaqirasan, error functiondan foydalanaman. Xohlang function kal so'zi yozib ketib, default holatda yozib ketishingiz mumkin. Xo'p. Shu masalan shu increment xususiyati bosilganda bizaga konsolimizga chiqsin. Say hi degan say hi deb chiqsin. Say hi.
ulab qo'yganmiz. Mana brauzerga o'tib turib, prasмотр kod qiladigan bo'lsak, ochiladi. Buni yopib turaman. Konsolga o'taman. Hop, mana bosgan sari ko'payapti, ko'rib turibsiz. Endi ishlayotganini ko'rdik. Endi tezda qolgan xususiyatlar ham xuddi shunaqa qilib ulaymiz. Lekin qarang, bu holatda men bu joyga yozmayman kod. Har doim aytayotganimdek, ushbu xususiyatni amalga oshirish uchun har doim bitta funksiya yaratib qo'yish kerak, ya'ni ulanish joylariga tegmasdan. Shunda kodingiz toza ko'rinadi. Hop, yana bitta funksiya yarataman. Const function count function degan. Ya'ni count func deb nomlayman. Bu sanash xususiyatiga ega bo'ladi. Count function bu nima qiladi? Bizga qiymatlarni sanab ishlatib turish uchun ishlatiladi. Endigi vazifamiz va qiymatimizni ekranga chiqarishimiz kerak, ya'ni qayerga chiqarishimiz kerak? Mana bu joyga necha marta bosilgan, ya'ni plus bosilgan bo'lsa qiymat oshishi kerak, mana bu joyda kamayishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men qayerga chiqarishimni oldindan ko'rib olaman. Number degan klassda spanimning ichiga qiymat chiqaraman. Shu joyni o'zida ulab ketaman bitta joyda ishlatganim uchun. Query selector nutda va number deb yozadigan bo'lsam, mana menda xususiyat tayyor bo'ldi. Xo'p, bitta count, ya'ni o'sha 0 qiymatni saqlab turuvchi bitta o'zgaruvchan yaratib qo'yaman. Count va qiymati default holatda 0 bo'ladi. 0 bo'lib turadi. Xo'p, va mana bu qiymatimiz bitta o'ziga qiymat oladi. Tashqaridan o'zgarish sodir bo'lganda qiymat oladi. Keling, mana bu xususiyatimizni konsol logimizni o'chirib, o'rniga count functionni chaqiramiz. Count function va mana bu joyga qiymat beradigan bo'lsak, ushbu tugma bosilganda countni qiymatini nima qilib qo'ysin? Bittaga oshirib berib yuborsin. Ya'ni bu holatda qiymati bittaga oshadi. Bu yoqdagi ham o'zgarish sodir bo'ladi. Bu joyda olyapti va o'sha joyning o'zida text contentga, ya'ni HTML ga qiymatni berib yuborgan, kelgan qiymatni value. Xo'p, ko'ramiz. Endi qarang. Qiymatimiz oshyapti, lekin qaytmayapti. Mana. Chunki biz qaytish xususiyatini yozmagandik. Ya'ni osongina qiymatni oshirishimiz mumkinligini ko'rib oldik. Xo'p. Endi keling, mana bu joyda kodimiz bitta qatorlik kod yozganmiz. Demak, bizga mana bu jingalak qauslar kerak emas. Bulardayız error functionda bitta qator bo'lsa, barcha xususiyatlarni bitta qatorda mujassam qilsa bo'ladi. Hop, настроить TypeScript, JavaScript. Hop, ko'rib turganingizdek, mana ishlayapti. Endi keling, shuni duplikat qilaman, Ctrl D ni bosib. Sizda ishlamasa, boyagi o'rnatgan JetBrains IDK mapni o'rnatib turib, Ctrl D ni bossangiz, o'zi avtomatik ravishda duplikat qiladi. To'g'risi turgan elementni. Xo'p, Ctrl Alt S ni bossangiz, kodlaringizni sortirovka qilib beradi. Xo'p. Endi bundan tashqari bo'ldi, mana uchalasiga bo'ldi. Faqat mana bularni o'zgartiramiz. Buning uchun decrementga, buni esa resetga o'zgartir deb yozaman. Xo'p. Bu mavzu bilan siz increment yoki decrement mavzusini o'zlashtirib olishingiz kerak bo'ladi o'z aslida. E'tibor bering, kodimni bunaqa yozyapman, lekin increment xususiyatini bilsangiz agar, pre-increment xususiyatimiz bo'lardi, ya'ni oldiga plus qo'ysak, bu pre-increment, agar orqasiga qo'ysak post-increment bo'lardi. Ya'ni postfix va prefix degan ma'nolariga yaqin holatda decrementda kamayish kerak. Buni oldiga minus qilaman, ya'ni o'sha shu vaqtning o'zida, ketayotgan vaqtingning o'zida qiymatingni kamaytir degan ma'noda. Va bu holatda uning qiymatini qo'shmaymiz, uni qiymatini 0 ga tenglashga majbur qilib qo'yamiz, 0 bo'lishiga majbur qilamiz. Va natijada bizda qiymat holati standart holatda ishlashi kerak. Keling, oshiramiz. Albatta konsolni ko'rib turishimiz kerak. Chunki agar xato yuz bersa, qizil bilan yozib chiqadi bizga. Xo'p, mana xato yo'q ekan. Demak, minusga qaytyapti, ko'rib turibsiz. Mana minusga o'tib ketaveradi.
Biz cheklov qo'ymaganmiz, mana shunga borgan ishlatmay qo'ygan. Va bossak yana davom etib ketyapti, mana ko'rib turibsiz. Mana 0 ga tushib qoladi yana. Yana davom etib ketaveradi ekan boshidan. Xo'p, endi e'tibor bering. Bu holatda biz ozgina chiroyliroq qilish maqsadida ushbu tugma bosganda, ya'ni qiymat 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, albatta yashil rang beramiz. Chiroyli ko'rinishga o'tish uchun chiroyliroq bo'ladi. Yashil bo'lib chiqsin, mana shunaqa sonlarimiz dizayni. Agarda 0 dan tushib ketsa, u qizil rangga o'tsin, ya'ni negativ ranglar turlariga o'tib ketsin. Agarda 0 holatga kelsa, ushbu rangda turaversin. Xo'p, keling, men bu shuning uchun boya ranglarni qo'ygandim. Mana yashil rang uchun va qizil rang uchun yozib qo'yganman. Default hozirgi rangi mana shu. Xo'p, hozir ko'rsatib o'taman. Mana funksiyamizning ichida yozamiz. If sharti bilan boshlaymiz. Mana shu yerda videoni pauza qilib turib, bemalol o'zingiz qilib ko'rishingiz mumkin. Agar qila olmasangiz yoki qilishga qiynalsangiz, albatta videoni yana davom etib ko'rib ketaverasiz. Yoki o'ylab ko'rishingiz mumkin. Keling, countni tekshiramiz. Hop, agarda qiymat 0 dan katta bo'lsa deylik birinchisiga. 0 dan katta bo'lsa, numberimizni style, ya'ni uzr, number emas. Men numberni ulamagandim menimcha. Ulamagandim. To'g'ri. Unda keling, mana shu bir marta ishlatmas ekanman, shuning uchun buni tepaga saqlayman. Number deb yozaverman. Tepada yana ishlatayotganim uchun number degan xususiyatni saqlab qo'yaman. Qayta ishlatadigan, ya'ni bir martadan oshiq ishlatadigan bo'lsangiz, iloji bo'lsa, o'sha o'zgaruvchilarni saqlab qo'yish kerak bo'ladi tepada. Nima uchun aynan tepada? Chunki siz endi keyinchalik o'zgartirish kiritgan vaqtingizda qachondir kerak bo'lishini oldindan bilmaysiz. Shuning uchun maslahatim tepada, ya'ni qidirgan vaqtingizda ham darrov tepaga chiqib o'zgaruvchilarni topasiz. Kerakli joyda endi asosiy o'zgaruvchilaringiz, konstantalaringiz asosan tepada turgani ma'qul. Numberimning stiliga nima qo'shmoqchiman? Stilidagi color'iga, ya'ni uzr, mana buni nima yozaveradi avtomatik. Color xususiyatiga yashil rangni beraman, albatta 0 dan katta bo'lsa. Yashil rangimni beraveraman, o'zimni shaxsiy o'sha yashil qo'ygan rangimni. Yana nusxa qilib olaman shu joyini. Mana bu joyda else if beraman. Else if shartini yaxshi bilasiz. Berilayotgan shart endi count 0 dan kichik bo'lsa, albatta 0 dan kichik bo'lsa, faqat qizil rangga o'tib qolsin. Qizil rangga o'tadi bu holatda mana. Qizil rangga o'tadi. Else aks holda numberning stili default rangga o'tib qolsin. Color. Hozir men keling shu else holatini yozmasdan ishlatib ko'ramiz birinchi. Nima bo'lishini ko'rib olaylik-da bunda. To'g'rimi? E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qiymat 0 dan katta bo'lsa, ya'ni yashil rangga o'tdi. Minusga bosganda minusga qizil rangga o'tyapti. Lekin e'tibor bering, men else ni yozmasam nima bo'ladi? Chunki bu holatda saqlanib qoladi. Else holati yozilmagan. Ya'ni 0 ga teng bo'lgan holati. Plus holati yozilgan, 0 dan katta va kichik holatlar yozilgan, lekin aynan o'sha 0 ga teng yoki umuman undan keyingi boshqacha qiymatlar kelganda deb yozmaganmiz. Shuning uchun o'sha joyda muammo bo'lib qolyapti. Orqaga qaytaraman. Style default rangini olamiz. Mana default deb yozib qo'yganman. Hop, uni berib yuboramiz mana. E'tibor berib turamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, qiymatimiz oshdi, lekin yana o'z holiga kelyapti. Ya'ni barcha ranglarda o'z mosligi bo'yicha ishlayapti. Mana. Shart doimo tekshiradi. Mana. Ko'rib turganingizdek loyihamiz ishladi. Keling, mana shu kodimizni ozgina sortirovka qilamiz. Ya'ni kodni qisqartirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu inner function, arrow function. Uzr, menda comment xususiyatim ham ishlamayapti. Nima uchundir? Bo'ldi, ishladi. Comment xususiyati ishlab ketdi.
Ctrl/ni bosgandan keyin ishlayapti. Xo'p, bu kodimni o'chirmayman. Bu standart holati. Biz endi sal optimalroq qilishga harakat qilamiz. Number style color degan joyini olib qolamiz. Bizga kerakli joyi. Bunga rang berishimiz kerak. Endi ternary operatordan foydalanamiz. Countni qiymati agarda 0 dan katta bo'lsa, ternary shart ekanini bildiradi bu. Ya'ni true kelsa mana shu joyda mana bu rangni berasan. Ya'ni bu yashil rang edi. Qiymat 0 dan katta bo'lsa. Aks holda yana shart qo'yamiz. Countni qiymati aks holda countni qiymati 0 dan kichik bo'lsa, unda nima qiladi? Unda qizil rangni berasan. Qizil rangni berasan. Bo'lmasa, hech biri bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu rangni berib yuborasan. Uzr, qo'sh tirnog'imiz bor ekan, shuning uchun. Xo'p, endi vazifamiz kodni ko'ramiz. Ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Albatta ishlayapti. Mana ko'rib turganingizdek, to'g'ri ishlayapti. Ya'ni bu holatimiz standart holat. Bu hech qanaqa bilan orasida unchalik farq yo'q. Ya'ni asosida mana shular turibdi. Ya'ni biza bemalol xohlang bunda yozing. Bu o'zingizning ixtiyoringiz. Yo xohlang bunaqa usulda ternary operator bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan nisbatan kod osonroq bo'ladi va dastur sal tezroq ishlaydi. Ma'lum bir millisoniyalarga bu kichik dasturlarda umuman bilinmaydi kodingiz qanaqa yozishingiz, lekin katta loyihalarda masalan maxsus kutubxona yaratayotgan bo'lsangiz, albatta sizda oqsash yuzaga keladi kutubxonangizda. Shuning uchun kutubxonalarda asosan ularni minified qilinadi, ya'ni siqib qo'yiladi. Bundan tashqari kodlarni iloji boricha bitta usulda amalga oshirishga harakat qilishadi. Hop, menimcha bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, YouTube yoki Telegram kanaldagi kommentlar bo'limlarida yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi va ushbu darsning kodlari Telegram kanalda va YouTube'dagi link orqali Google Drive orqali yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.